Bilmadim, tavakkal yozdim. Eng kibrsiz, eng kiribsiz, eng Vidushi bo'lmasam aytganlarimni bajardingizmi? Yo'q, hali vidushi bo'lmasam bego'ga kirib nima qilaman hay? Ana nima konfetka. Qanaqa siz qilasiz? Uyda ovqatnimda o'zim qilaman. Begonaga boshladim. Mani shunchalik bo'y kerak kelmayaptimi? Hozir o'zingiz qilyapti-da, o'zim qilaman. Maqam ovqat qilishni bilaman. Gapiraveradi bu kambag'al. Kambag'al. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rish hurmatlik emas. Просто ajoyib yaxshi qiz ekansiz. Rahmat. Men birinchi beko'ga kirganimda menga negativ yozishgandi. Tipa bir narsa deb so'kib, keyin yig'lab o'chirib chiqib ketganman. Keyin yiqilgan. Yig'lash oshadi. Keyin yiqilgan kurashga to'ymasib yana kirganman. Rahmat. Yana shunaqa qilaylikmi? Yo'q. U paytlarchi men piknik qilishni bilmasdim-da, men piknik qilishni o'rganmadim. Menga tarjima qilib turinglar-chi. Anavi otchali, anavi ko'proq bor o'sha akaning gaplarini. Как Canım. Ama cücesiz kalıyor. Nima qilishim kerak? Я плачу, nega bo'tyaptilar? Naxiy muhabbat. Naxiy nima degani naxiy? Друзьямni qabul qiling. Rahmat. Kulishing malikalarga yoshini deyapti. Rahmat. Rahmat. Kattakon. Xudoyim, rahmat. Ne menga o'zbekcha yozmaysizlar? Menga vidushi bo'lganimdan keyin bemalol o'zbeklar kira olarkan-da. Rahmat. Я плачу. Siz xafa bo'lasiz. Ajoyib. Bir paytlar ajoyib degan so'z yoqardi. Ajoyib. Alam qilsin. Alam qilsin. Har xil plus qizlarga o'tmay shunaqa yaxshi qizlarga o'tinglar keladi. Yo'q, boshqa qizlar ham plus emas. Bilmadim. Lekin Bego'da rosa chiroyli qizlar ko'p ekan. Turam shuncha. To'g'risida.
No, glavniyamga qo'ygan rasmlarimda effekt yo'q. Misol uchun, balki faqat so'kinish og'zida faqat bedon pasti. Rahmat. No, bilmadim. Shunga achinadi ekanmi? Rahmat, kattakon. Привет, я плачу. Siz вечно xafasiz-ku. Да? Ajoyib. Qanday fikr omad. Rahmat. Tepaga oling. Omad. Ajoyib g'arib ko'rgan Nikoda. Menga Kosmetika do'koniga tushdingiz. no, Bikuga mani sig'dirishmayapti-yu. Do'konga kela olasizmi? Tez-tez. Bo'ldi. Telegramdan yozib olgan qo'yacağım mana shu nomerga. O'zingizlar rasmini jo'nating, to'liq ma'lumot qoldiring. Русский. Я не знаю русский. Ha, bo'ldi. Hozir u yerga ham javob berib chiqamiz. Ozgina bolasiz sira tushyapti. Do'konda kosmetika tipa yuzdagi problemalar bo'ladi-yu. Men ugrili yuzlar bo'ladi. Shunaqa yuzlarni uhodi bo'yicha ishlayman. Ajoyib degan so'z oldin ko'p aytardim-da. Hozir esimga tushib ketdi. 1-2 yil oldin ko'p aytardim bu gapni. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ayollar uchun faqat yo'q, erkaklarga ham bo'ladi. Misol uchun erkaklarda terisi bilan ayollarda terisi bir xil narsa-yu. To'g'rimi? Sirdaryodanmisizlar? Sirdaryodan. Toshkentda yashayman. Qayerda? No, вообще красивый классный. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshi-ku? Da, yaxshi. Sovqotayotganim aytmasa, bir xil emas-u. No, terida bitta narsa-ku. Ananda. Rahmat. To'g'rimi? Qizlarni tegsa qalin hozir. Qizlarni beti qalin. Quvvat-quvvatli-yu, o'shani hisobiga-da. O'zidan ko'ra teri qalin bo'lsa yaxshi. Hozir nimasi kulgili dedilarmi? Что smash degani? Shunaqa dedilar. Biz o'zodan qizdiryapsiz, o'zingiz sovqotyapsizmi? Da, sovuq ishxona. Chunki bu yer uходовый-yu, issiq joyda turib bo'lmaydi-da. Что говорите? Nima deb aytyaptilarmi? Qayerda? Deb yozibdilar kimdir. Что она говорит? Men nima dedim hozir? Bilmiyorum. Mani bittasi bunaqa dedi. Kelin Russian dedi. Rus tilini qotili dedi. Что?
Mayli o'zingiz nasringda ho'p sizdan sovuqdan tumir qilmagansiz har qachon niyat nasib qilganida rus tilini zo'rlaganda hayratim-ku. Qachonga qalaysiz? Yaxshi. O'zi qandaysiz? Что говоришь? Непонятно. Nasib qilganida ko'rmoqchisiz elekkaz. Umuman shu baxtim ellikka kirganimda ochilib ketadi. Hozir ham yaxshi. Nima dedilar? Доставка bo'yicha. To'g'risida farq bor. Qachon bo'lsa ham baxtim ochilib ketsa, ochilsa bo'ldi-yu, to'g'rimi? Baxtim ochilsa bo'ldi-yu. Ko'rasiz. Qachon? Всё понятно, nima uchun sevmayapsiz? Nechida yoshingiz? Endi 24ga kirdim. Kelajak vaqtingda. Mani baxtim hozir ham yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, katta. Niye mendan xafa bo'ldilar bu kishi? O'zbek keldi degan. Aydi ekan. Biz teng 8 bolalik bo'lib bo'ldi. Bola bilan baxtli. Men shunaqa baxtliman. 8 ta bolani katta qilishdi, xudoyim. O'shaniding baxtli bo'lar. Hozir ham yaxshi. Gap eting. Mana Behruz aka bilanchi men ularni tushunmayapman, ular meni tushunmayapti, bir-birimizdan tushunmay o'tiribmiz. Har nafsingga o'tishsin saksı desam. Voy saksı demadi. Nimaga kerak demadingiz? Yo'q, kerak. Misol uchun aytaman-da, ayollar hamisha o'z Ibrohimnikida вообще-то hech qaysi ishi ko'p qiyin ishlar bo'ladi. Misol uchun uyga usta keladigan bo'lsa ham yokida biror nimangiz buzilib qolgan bo'lsa ham erkak kishi keladi. O'sha payt oldingizda erkak kishi bo'lmasa bo'lmaydi-da. Ayol kishi o'zi hal qila olmaydi. Kerak hozir emas. Stefan, меня зовут Чарльз. Qachon? Xudoyim. Qachonlar o'zgarib ketaman. Xotirlamaysan. Xudo. O'zgarmadasan. Men o'zgaraman. Qariyman. Ajin hali tushmaydi, chunki men uxodvida ishlayman. Yuzga qanaqa narsa ishlatish kerakligini bilaman. Gaplar hammasi yolg'on. Da. Yalmog'izsiz. Xo'p. Yalmog'izman. 12dan keyin o'zgaraman. Dostavkalarni yo'lladingmi? Mencha magnit qilish bo'lgan ekanman-da. Unda yig'ma qo'yilgan hammasini o'zim chiqaraman bu yerdan. Hozir yig'layman yana. Bitta azlinkini o'zlarda qolgan kichkina. O'sha zakaz chiqmagan ekan. O'zim chiqaraman.
Admin bir Telefonga qarab tur. Xo'p. Alo. Assalamualaikum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Pibu titrashdi. Pibu. Sizlarda konsultatsiya qancha ekan? Konsultatsiya va apparat 200 ming bo'ladi. Xudo siz tekin.